Bugun reefer treylerni pitchay qilamiz va ko'p drayverlar e'tibor bermaydigan xatolarni ko'rib chiqamiz. Birinchi bo'lib qulf zanglaganligi uchun reefer eshigiga qo'yilgan remenni ko'rishinglar mumkin. Bu esa juda xato va katta muammolarga sabab bo'ladi. Keyingi muammo oyillikni ko'rishinglar mumkin. Buni o'z vaqtida bartaraf etmasa motor ishdan chiqadi. Yana bir muammolaridan biri treyler remenlari bo'shab qolgan. Buni ham oyida kamida bir marta tekshirishingiz kerak. Keyin oil levelni tekshiramiz. Eslatma, oil level va coolantni haftasiga bir marta tekshirib turishingiz kerak. Oil darajasi ko'rsatilgan chiziqdan past turibdi. Bu degani oil quyib nima sababdan kamayganini aniqlash kerak. Bu treylerda oyillik sababli kamaygan. Treyler eshiklariga kelsak, zanglaganligi tufayli ishdan chiqqan va buni bartaraf etish uchun blaster spreylaridan foydalanamiz. Sepgandan so'ng 1 soat o'z holiga qoldirish kerak. Abrakadabra deymiz, bu muammolar bartaraf etilganligini ko'rishingiz mumkin. Oyillik to'g'rilandi, remenlar keraklicha zichlandi, eshik qulflari yangiday bo'ldi. Bunaqa muammolarni oldini olish uchun treyleringizni o'z vaqtida tekshirishni unutmang. Yo'llarda ehtiyot bo'ling.